Va nihoyat juda ko'p podkastlar yetib kelmaydigan iqtibosni 31-soniga ham yetib keldik. Ibrohimga rahmat. Shu kunga chidab berganiga. Xo'p, birinchi iqtibosimiz fransuz shoiri Paul Valérydan. Xo'p, fransuzcha men bilmayman, shuning uchun chidab turasizlar. Coup de choisir faut en yoray pour azer. Yoki o'zbekchasiga qancha narsalarni bekor qilish yoki inkor qilish kerak inson harakatni boshlashi uchun. Bir ishni boshlamoqchi bo'lsak yoki qanaqadir loyihani yoki yangi ish o'zgartirmoqchi bo'lsak, biz nimadir qo'shimcha kerak menga deb o'ylaymiz. Kitob o'qish boshlamoqchi bo'lsak, hayotimizni o'zgartirmoqchi bo'lsak, yangi insonlar bilan tanishmoqchi bo'lsak, istalgan o'zgarish uchun, istalgan yangilik uchun, istalgan harakat uchun agiyo deb aytibdi, harakat deb menimcha nazarda tutyapti. Harakatni boshlashimiz uchun bizga nimadir kerak deb o'ylaymiz. Yangi telefon, yangi notebookim bo'lsa edi, yangi joyga borib qolsam edi, qaniydi ko'proq pulim bo'lsa edi, qani bo'sh vaqtim bo'lsa edi deb o'ylaymiz, lekin asli Paul Valéry aytibdi-ki, bu mashhur inshochi o'zi yo shoir bekor qilishimiz kerak, ya'ni inkor qilishimiz kerak. Ignore desak ham bo'ladi rus tilida. Ignore qilishimiz kerak bir narsani boshlamoqchi bo'lsak. Nima misol uchun nimani ignore qilishingiz mumkin? Eng birinchi odamlarni ignore qilish kerak bo'ladi. Ishingizni boshlashingizga xalaqit berayotgan, loyihangizni boshlashga xalaqit berayotgan odamlarni, vaqtingizni oladigan odamlarni bekor qilishingiz kerak bo'ladi. Inkor gapini eshitmay turishingiz kerak bo'ladi. Chalg'itadi bu narsa sizni, ovora qiladi. Ikkinchisi chalg'ituvchi narsalarni bekor qilish kerak bo'ladi, inkor qilish kerak bo'ladi. Qanchalik bir kunda ish qila olishingizni bilmoqchi bo'lsangiz, men tekshirib ko'rganman. O'sha kun telefoningiz chiqib ketib ko'ring ishxonaga. Internetsiz ishlatmang shu bir kun. Ko'rasiz, qanchalik ko'p ish qila olishingiz mumkinligini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Men ham o'zim guvohi bo'laman. Ish borasida juda ham ko'p kerak bo'ladi telefon, lekin telefon qolib ketgan bo'lmagan kunlari o'zim bilamanki, juda ko'p ishlarni amalga oshiramiz. Inson bir narsani boshlash uchun kelajagiga mo'ljallab turib karyera, biznes boshlash uchun optimist bo'lish kerak-da. Lekin qarang, hozirgi yangiliklarni o'qib, yashab turgan joyingiz haqida, yashab turgan shahringiz haqida, o'zi yer shahri haqida optimist bo'lish mumkinmi? Yangiliklarni ko'p o'qiverib odamlar bolali ham bo'lish atkaz qilishyapti. Child free degan hozir yo'nalish chiqqan, bolali bo'lmaymiz, sayyora o'lib boryapti deydi. Hattoki farzand ko'rgingiz ham kelmay qoladi. Voy, shu kelajak shu joyga meni farzandim tug'iladimi deb yangiliklarni o'qigandan bu. Yoki hype uchun yuradigan, ko'proq prosmotr uchun, ya'ni ko'proq o'qish uchun yuradigan, ko'rilish uchun yuradigan blogerlar bor. Doim kichik narsadan sensatsiya yasab tashish, hammasi rasvo, tamom bo'ldi, yo'q bo'lib ketamiz, endi qaytib tiklanmaymiz deydi. 5 yildan beri, 10 yildan beri shuni yozishadi, lekin birortasini signalini ko'rmaysiz. Bir ish ham boshlay olmaysiz, baribir bo'lmaydi, hammasi pastga qarab ketyapti deysiz. Va eng oxirgisi va eng qiyini ham shu bo'lsa kerak, ko'ngil xushliklarni ignor qilish. Doim biz bir ishni boshlamoqchi bo'lsak, yoniga shu mash videoni ham ko'rib qo'ying, mash o'yinni ham o'ynab qo'ying. Masjidga borib qo'ying, nima qilibdi? Endi o'tirsam o'tiraman deydigan kichkinagina ichimizda nafschamiz ham asli kichkina emas, u juda ham katta tortib qo'yadi o'ziga. Doim mana shu tanlov turadi. Ya'ni bir ishni qilmoqchimisiz? Katta ehtimol bilan qo'shimcha narsa kerak emas, bor narsani kamaytirish kerak. Biznes boshlamoqchisiz, misol uchun kichkinagina qilib biznes boshlamoqchisiz. Biznes boshlamoqchi bo'lgan odam kichkina boshlashdan juda ham qo'rqadi, uyaladi yoki bilmayman. Doim menga biznes maslahat so'rab kelishga, endi men unga arziymanmi yo'qmi bilmayman. Biznes boshlamoqchi bo'lganlar kelishadi, birinchi kelgan maslahati so'rashadi, pul investitsiya qayerdan topsam bo'ladi, investor qayerdan topsam bo'ladi. Baraka topkur. Shart emas. Sizni holatingizda yosh bo'lsangiz, hali tajribangiz bo'lmasa, investor hozir shart. Katta bizneslarga maktab ochmoqchi bo'lsangiz, klinika ochmoqchi bo'lsangiz, eksport import bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, kerak bo'lishi mumkin. Bino qurmoqchi bo'lsangiz, lekin biz boshlamoqchi bo'lgan aksar 90-95% bizneslarga katta pul kerak bo'lmaydi. Maktab ochaman, nimadan boshlaydi? Dars berishdan boshla. 4 ta bolani yig'ib, men bitta xona arendaga olganman, 1 million so'm edi o'sha payt. 10 ta bolaga dars berishdan boshlaganman. Do'kon bor edi, otamizni do'konlari. Bitta kichkinagina 40 kvadratli mana shundan ham kichkina xonachadan boshlangan. Keyinchalik katta supermarket bo'lib ketgan. Blog boshlamoqchimiz, 10 ta odamga yozishdan boshlang. YouTube'da 10 ta odamga telefoningizda video yozib qo'yishdan boshlang. Do'stimiz Muhammadali hozir mashhur bloger bo'lgan, ya'ni juda ko'pchilik taniydi, lekin kim uni birinchi videolarini esla oladi? O'zini uyida
kichkina o'sha telefonini, Mi telefon adashmasam, o'sha paytimda Mi telefon edi. Mi telefonini qo'yib, o'zini videoga olishdan boshlangan. Bir necha yillar oldin. Juda ham sifatsiz ovozi, videoni surati, lekin boshlashdan to'smagan. Zavod ochmoqchimisiz? Kichkina uyingizda bitta bir chetida sexdan boshlab ko'ring. Restoran ochmoqchimisiz? Nima xalaqit beryapti? Ovqat uyingizda pishirib dastavka qilishdan. Bizda bir maktabimizga bir yigitlar shunaqa uyda pishirgan ovqatni olib kelishadi. Zo'r servis qilishgan. Xodimlarimiz, jamoamiz ovqatni maza qilib yeyishadi. Uyda ovqat pishirishadi, oilaviy pishirishadi. Idishlarga solib, chiroyli qilib rasmga olib, Instagramga joylab, keyin o'zini mashinasida tushlik payti tarqatib yuradi. Mana hozir Ibrohim ham agentство boshlayapti, video agentство. Bitta kamera bilan boshlanyapti, bitta do'sti bilan. Katta narsalar kerak deb o'ylaymiz. Bunaqa emas. Kichkina narsalar. Nimaga kattani xohlaymiz? Odamlar nima deydi? Kichkina narsa boshlaymanmi? Ko'pincha odamlarning fikri. Mana shuni inkor qilishdan boshlash kerak. Ana shuni inkor qilsangiz, biznes aslida juda oson. Juda oson. O'zingiz qilib turgan narsani mijozini o'zingiz topishni boshlaysiz. Bemalol qilsa bo'ladigan, shanba-shanbalar boshlash mumkin bo'lgan ish. Ko'p narsa, ko'p energiya ketmaydi. Nimagadir biz katta bo'lmasa odamlar gapiradi, tayyor ishdan ketibdi deb, kichkina biznes ichasida yuribdi deb gapiradi deb inkor qilishimiz kerak. Yo'qmasam boshla olmaymiz. Kichkina qadamlardan boshlanadi hammasi. Bu iqtibosimiz kaltaroq bo'ladi. Bu yerda amal qiladigan iqtibos. Keyingi iqtibosimiz Senikadan.